Yo, hammaga salom bolalar. Sizlar bilan Howard. Bugungi videoda men mana shu kichkinagina orolda 100 kun yashab qolishga harakat qilaman. Videoni ko'rishga tayyor bo'lsanglar, unda men videoni boshladim. Okey, normalni mana shu daraxt sindirishdan boshlaymiz. Ha, bolalar, uy qurish uchun men hozir shaxtadan tosh olib chiqishim kerak. Shuning uchun menga kirka kerak. Qani go bo'lmasa. Birinchi toshli kirka yasab olaman. Keyin esa shaxtaga. Okey, bizning kirkamiz tayyor. Keraksiz narsalarni sandiqqa solib qo'ysam ham bo'laveradi. Endi esa shaxtaga kiramiz. Iya, beqorong'i-ku. What the fuck? Demak, bizga pechka kerak. Pechka uchun esa tosh kerak. Toshni olish uchun esa men kerak. Okey, hozir pechka yasab, men daraxtni ko'mirga aylantirib, kirib ketaman shaxtaga. Norim da yaxshiyam ikkita daraxt olib qo'yganman bilib. Okey, tezlik bilan buni ko'mirga aylantirib olamiz bolalar. Yo'qolsam, davay. Okey, wow, biz ko'mirimiz tayyor. Wow, bizda 4 ta fakel bor. Bu degani biz shaxtaga kiramiz. Bu degani bizda yotoq bor. Yotoq. Chunki qo'ylar ikkita ekanda, men bu yerdan temir topsam, birinchi bo'lib qo'y junini oladigan qandaqadir matoh yasayman. Okey, normalniy. Ha, aytgancha stop bolalar. Men yaqindan bir kontent qilyapman. Mehnatni qadrlagan holda videoga bir dona like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Qani boshladik, davom ettiramiz. Xudoga shukr, olma. Shaxtadan ham chiqib oldik-a. Endi uy qurishni boshlasak ham bo'laveradi. Davay. Ozgina kadrni tezlashtirib yuboraman, zerikib qolmaslar uchun. Go.
Bolalar da narvani chiqdi-yu, уже qurban bo'ldim-da. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr bolalar, tomosha uchun hammaga rahmat.